Hozir biz Farg'ona viloyati Yazovon tumani Xonobod qishlog'iga kelganmiz. Bu yerda 70 bosh Angus novoslarimiz qarang, dumalaq chiqib ketgan. Bularning sirlari nimada? Hozir o'zidan so'raymiz. Abdulaziz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Hakimjon aka. Siz charchamayapsiz, Sizmisiz? Assalomu alaykum, hurmatli chorvador akalarimiz. Xudo xolisa. Xush kelibsiz, Hakimjon aka. Men uyda novoslarim bor. Hop. Hammaga nasib qilsin, shunchalik Haqiqatdan. tumalaq boqib. Hammaga. Men bunaqa makka poya berib hech semirtira olmadim mollarimni. Bu bunaqa makkapaga bersangiz, erta bahordan kuzgacha boqsangiz ham semirmaydi. Shuni sirlari nimada endi bu novoslar? Endi bularni ajoyib bir 3 ta oltin qoida borda chorvada. Birinchi o'rinda shunaqa dag'al ozuqaga endi poya kiradi. Bunaqa beda kiradi. Isro bo'lyapti. Isro bo'lyapti, mana ko'ryapsiz. Buni hozir yash yemaydi. Shuni maydalab berish kerak. 1 santimetrdan 1,5 santimetrgacha dag'al ozuqanadi. Somon bo'ladimi, paya bo'ladimi, qizig'i yo'q. Bunday beradigan bo'lsangiz, hazm bo'lishi ham yaxshi bo'lmaydi. Hozir menga aytishdiki, siz bir o'zingiz novoslaringizga qaragandagi meni novoslarimga qarang dedi, men chart prista olib kelib, ipini kesib, mana shunaqa tashab qo'ydim. Lekin chala yeyapti, ishtahasini ham bo'g'ib qo'ydim shekilli bularni. Shuning uchun buni yaxshilab drablikada maydalab, makka bug'doyini ham drablikadan o'tkazib chiqarib, shakardan mayra, undan yirikroq holatga chiqarib, aralashtirib, ratsion qilib berish kerak aka, to'g'risi. Buning uchun bizga qanaqa drabilka kerak bo'ladi? Buning uchun bizga endi aka bir faizli, ishonchli, sifatli drabilka biz chorvada akalarimiz. Endi bu shuncha molni boqishyapti, 70 ta mol boqayotgandan keyin yaxshi drabilka keladi. Yillar davomida ishlatadigan. Arzonroq sifatli. Narxi ham, sifati ham ma'qul keladigan, xudo xolisi zo'r. Past to'kka ham ishlaydigan bo'lish kerak. Biz qishloq sharoiti to'klarimiz past. Qishda pasayib ketadi. Bu buqalar o'sha bular ham o'sha drablikada chiqarib, maydalab berishar ekan. Ko'rdim. Dag'al ozuqalaringizni o'zingiz o'sha sopib yutsangiz, bunday solish tavsiya qilmaymiz. Buni ham bunday bersa bo'lmaydi. Buni o'sha drablikada maydalab chiqarib bersa, hazm bo'lishi ham, molga uyqushi ham yaxshi bo'ladi. Lekin buqalarga gap yo'q. Ratsioni zo'r ekan, bunda faqat o'sha drablikadan foydalanib, ishlanib, drablikada aka zo'r tomoni yem ham arzon tushadi-da. Ko'chadagi 6 minglik yemimiz o'zingiz tayyorlasangiz 5 mingga tushadi. Arzonroq bo'ladi. Arzonroq tushadi. Hammaga nasib qilsin. Hozir sizlarga ushbu drabilkani obzorini qilib beraman. Zo'r, bitta like bosib turasizlar. Assalomu alaykum bozor trend obunachilari. Mana bugun biz faiz drabilkani obzoriga kelganmiz. Hozir ko'rdinglar, mollarimizga qanaqa biz reaksionda berib mollarni ozdirib olganimiz. Endi ushbu drabilkani mana shu fermaga olib kelib qo'yishibdi. Shu fermada mana shu drabilkalarda obzorini qilib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Hakimjon. Kelyapsizmi? Sherali aka, va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Aka, bularni xususiyatlarini ko'rsatib beramiz endi. Bo'ldi, xudo xolasa, obzorini qilib, chiroyli qilib video davomida hamma yo'q chiqarib ko'rsatib beramiz. Mollarga mayda 1 santimetrdan 0,5 santimetrgacha qilib beryapti-ku. Bularni yurgizib ko'rsatib beramiz. Nima chiqarib beramiz? Siz birinchisi. Birinchisi ushab turganingizdan chiqarib beraylik. Ko'proq oling, mana ko'proq. Ketdi, men yurgizib beraman. Yurgizib oling. Videoni kuzatib turing, xudo xolasa hammasini obzorini qilib beraman. Ketdi, bismillah. Bu nech kilovatli Sherali aka bu? 6,5 kilo. 6,5 kilo. Nisbatu. Misat. Ketdi. Bu setkasi yo'q ha buni. Setkasi yo'q hozir. Setkasi borda ham chiqaraveradimi buni? Setkasini qo'ymasdan ham chiqaraveradi. Bu qo'ylik ekan, ha? Setkasini qo'yadigan bo'lsak, uqalaveradi. Uqalaveradi. Setkasini qo'yib bitta chiqarib beraylik aka. Hozir setkasi yo'q variantda chiqardi, endi setkasini qo'yib chiqarib beramiz. Bu setkasini buni ochmaymizmi? Yonboshidan solamiz. Gacha volt yetishi yo'q, chuluch oqtarishi yo'q. Yonboshidan bir deganda solamiz, bir deganda olamiz. Oson ekanda. Oson. Bo'ldi. Endi yurgizamiz, ketdi. Endi setkasini qo'yib, mana holatda bitta ko'rsatamiz. Bo'ldi. Bo'laveradi. Zo'r. Bu tepaga ham haydamas ekan, nima? Tepaga haydamadi. Bu nimalari bor? Sasli parralari, changni. Bu parralarni ko'rsatingda, olib kelingda. Tashqariga emas, ichkariga haydaydi changni. Changni nima tepaga qaramiz. O, qarang, monitor zashtalari bor ekan. Bu sekin. Mana, endi mayinligini ko'raylik-da. Bu 6,5 kilovatlimidi bu? 6,5 kilovat, 3,5 megawatt mismat. Mana shunday yesa mollar zo'r semiradi. Biz shundan prist kesamiz, shundan tashab qo'yavergan. Zo'r. Buni narxi necha pul misat motkaligi? Misat motkan narxi 2,600,000. 2,600,000 so'm. 200,000 tushirib qo'ydik. Narxlar tushdi-da? Tushdi. Sindi narxlar. 2,400,000 ga beraverasiz. Joyimizda shu narxga beramiz. Xo'p, yana bitta o'yin o'tkazaylik. O'tgan safargidaqa kommentariyani mingta deyilyapti. Kommentariyani 500 ta qilamiz, aka. Prosmotrda 10,000 ta qilamiz, ha? O'shanchadan kommentariyani kim ko'p like yiqqan bo'lsa yo Latatronda aniqlab olamiz, bunday qilib, ha. Randomda 500 ta kommentariyani ichidan bittasini tanlab olamiz.
Ushbu drabilkani tekinga sizlarga beramiz bitta. Beramiz, Nashalarga. bo'ldi, beramiz. Sizdan beri ruxsat so'rab aytib qo'ydim. Yo'q, xudo Biz xohlasa. obunachilar ham foydalanamiz. Ha deb ko'rib, gigabaytni sarflayvermasdan. Bo'ldi, beramiz. xudo xohlasa. Ketdik. Xo'p, endi bundan nima chiqarib beramiz? Xo'p, bunda xohlasangiz beda chiqarib beramiz. Beda. Beda. Ketdik. Men o'zim yurgizib molga turaman. beramiz. Ha. Oxirida beramiz unga. Anguslarga. Ketdik. 1 200. Oyoqni ham yurgizsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Bu beda qo'yga. Qo'y bormi bu ketkazib? Qo'y bor bu. Ha. Chang eng qizig'i tepaga chang yo'q, qani? Chang yo'q. Yo'q. Endi buni mayinligini ko'ring. Mana mana shu holati bedani mana. Beda ham yangi bir yilgi beda mana. Bizcha namagan ham chiqarib yubordi shu holat. Mana. Qo'ylab bemalol yuraveradi. Men har doim Makkani ham bedani ham hidab ko'raman. Maza qilaman hidiga. Qishlarni olasiz biz. Siz bilasiz, nima qilib Xo'p. Bunisi qanaqa o'tkali, necha kilovatli? 6,5 kilovat, 3,5 ming оборот. Bu ham bir xil, a? Bir xil. Misat o'tkali. Misal motkali, alimad motkali. 2 million 400 ming 2 so'm. million 400 ming, 2 million 200 ming qilib beramiz buni. 2 million 200 qilib berasiz. Qilib Yana beramiz. 200 tushyapti. Zo'rgacha borguncha bepul bo'lib qolarkan Xudo drabilka. xohlasa 1 million 600 mingdan 3 milliongacha bor drabilkalar. 1 million 600 ligi ham bor. Bor 1 million. Mashq ko'rinishda. Mashq ko'rinishda faqat motori kichkinaroq bo'ladi. To'g'ri kichkina. Kichkinaroq bo'ladi. Lekin shular chiqaraveradi. Chiqaraveradi shularni. Ha, oddiy 4 ta 5 ta molingiz bo'lsa, 1 million 600 likdan bosib olganingiz yaxshi. Endi bunisidan makka chiqarib beramiz. Dumbulligini. Mana shunday makkani bemalol qarang, chiqarib beradi. Ichida mardagi bor. Bunisi bug'doy. Kirvoring tozalab. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ikkovini birdaniga yurgizsak bo'ladimi? Bo'ladi birdaniga yurgizsak. Ketdi. Siz qaysini solib turasiz? Men makka solib turaymi yo? Soling makka mana. Yurgizing. Bismillahirrohmanirrohim. 1 2 Bug'doyni ham ko'rsatsa, bo'ldi. Ko'rsatdim. Ketdi. Saloranamizlar. Solavering. Mo'ljallar zo'rda, mo'ljal. Mardani tanlamas ekan. Ichidan chiqarib olsin. Bo'ldi. Zo'r. Birorta chang yo'q. Chang yo'q qani. Uni ham bekitsin, uni ham ko'rsatamiz hali. Qalatgani ham aytib ketamiz. Xo'p. Endi bu Sherali aka, qadrli obunachilar, bu yorma holatda. Endi biz drabilkani ko'p reklama qilganmiz, o'zimiz ham aqlimiz yetib qoldi. Qaysi drabilkani reklama qilishdi? Mana qarang. Bu yorma holatdagisi, makkani mardagi bilan chiqarib olingan. Bunisi esa mana unli holati, bug'doyliki. Soatiga 150-200 kilo chiqaraveradi. Bunisi ham 200-250 kilo yorma holatda makkani dumbuli bilan chiqaraveradi mardagi bilan. Bularning narxi qanaqa bo'ladi? Bularning narxi xuddi mashinamiz mana 3,5 kilovatlik, 3,5 ming оборот titan motor. Original hamma motorlarimiz. Bu narximiz 2 million so'm. 2 million so'm. 2 million so'mga beramiz. Bu hamma ish qiladi. Alimiyatmi o'tganmi? Alimad o'tgan. Past to'k joylarni ham ishlayveradi. 150 ham ishlayveradi. Zo'r. Bunisi Bunisi xuddi 3,5 kilovatlik misligi. misligi. 3,5 kilovatda ko'rsatmadilaring-u deydigan savollar chiqib qolyapti. Shuning uchun 3,5 da ham 6,5 da ham ko'rsatyapmiz. Bu ham narxi bir xilmi ikkovlari 2 million. 2 million 200 ming bu misligi. Bu misligi, bu aluminligi. Bu aluminligi. Zo'r. Bu necha to'kka ishlaydi eng pasti? Endi pasti 150 ga. 150 ga ishlaydi. 150 volt ishlaydi. Xo'p, bizga eng qizig'i mana shu fermada ishlatilayotgan drabilkadan kerak. Mollarimizga qanaqa bo'ldi, mana shu firmaga. ratsionda boqilayotgan qarang Firmaga ham mollarni qilib berganmiz. Mana shu firmaga qilib berganmiz, ichkarida chiqarishyapti. Drabilkasiz, Tillo, oldin drabilkasiz. Yurganda mollar qarang shilaga bo'lib yeb yuborgan ekan. Ko'ring. Albatta hazil. Ushbu fermada ishlatilgan drabilkamiz ham fayz drabilka bo'ladi. Shu mollarni mana shu drabilkada ko'rsatib 3 fazali drabilka. Bu 3 fazali. Siz 3 fazali ham bor. Tashqaridagilar hammasi xonadonga 220 ga. Buni hozir chiqarib ko'rsatib beramizmi? Ko'rsatib beramizmi? Tillo aka, ashti yoping endi. Bu nimaga lata qo'yilgansiz, changni ushlab qoladi. Birorta chang bo'lmaydi. Tillo aka, bu soatiga qancha chiqaryapti endi? Soatiga 1 tonna chiqaradi. Soatiga 1 tonna chiqaraveradi. Zo'r. Bug'doy o'zimizniki bir yangidan. Hay? Bu o'zi topib ketaveradimi? Mana. O'zi topib oladimi? Bo'ladi. Vakuumli qilingan. Vakuumli. Vakuumli 3 fazali.
Bo'ldi, to'xtatoring, o'chiravering. Endi bundan maydalanganini ko'rsatish kerak. Bo'ldi, ishini ko'rsatamizda. Bu holatda chiqarib beramiz aka bu. Agar buni to'silmasa, chang ko'rardi hozir. Bo'ldi, o'chiraveramiz. O'zi to'k necha batta tilla aka? Mana to'k. Har bitta 227 mi? 220, 225 kelyapti. Ha. Mana Endi kurayda olaylik-chi baqa. Tilla aka. Yorib olib chiqingda olib kelingda baqa. Voh, un ko'ribdi-yu buni. Olib kelingchi. Mana. Bu holatda. Endi mana shular ustiga sepamiz, har bitta yig'ishtirib, olib men mollarga o'zim beraman. Mollar nima hisobga semirayotganini ko'rasizlar. Endi xo'p, aralashmasi mana shu bo'ladi. Mana. Bo'ldi, mollarga tayyor tumalag'i mashinadan chiqadi. Endi mana akullarni ko'rsatamiz endi. Bitta ko'rsatamiz. Bu ham 220. Bu ham 220. Bunda nima chiqarib berasiz endi? Bunda nima chiqarib beraylik? Qolagan chiqarib. Sholi bahol chiqarib bering, qattiq Bo'ldi. qayishqoq bo'ladi. Sholib aholini oling. Voha tomonda ko'p bo'ladi. Voha tomonda ko'p bo'ladi. Yosh kattalarga pristni butunicha qo'yib olib, sekin beraveradi. Kengash olavermasdan tashaveradi. Ha. Hozir ayniqsa yosh kattalar odamlar molga ko'p qiziqadi, Ko'p qiziqadi. O'g'li bankda ishlaydi, dasabda ishlaydi, doktor bo'ladi. Bo'ri, o'zi betga qo'yib qo'ysa tortib olaveradi. Ha, totib oladi bu o'zi. Tortib oladi. Ha, qarang. O'zi ashitasimi? Bu ochiladi bu. Ochiladi. Ochib ko'rsatamiz hozir. Nimaga ochiladi? Ochilsa, changni naborat tortyapti, nariyoqqa. Tortyapti. Sababi ularda ham parray bor. Ha. Changni ichkariga tortib, tashqariga o't bilan birga chiqaradi. Billa chiqarib beradi. Bu qo'y bob, ha bu? Buni ham so'raganlarga Hakimjon. Ha. Buni o't qo'yadi-yu, don mahsulotlarini ham solaveradi maytdan. Universal. Universal diradi. Makka bug'doy solaveradi. Mayligini ko'ryapsiz, qo'y bob, mol bob hamma yoqda chiqaraveradi. Materiallari yangi bo'lar ekan. Bu necha kilovatli bu? Ochig'ini ko'rsatib qo'yganmiz. Bemalol hozir borib ko'rsatamiz. Kilovati. 6,5 kilovat. Ha. Oriol motor, mis motor. Narxi. Narxi 3 million. Dastavkalari O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Yetkazib beriladi, xudo xolasa. Zo'r. Kelishilgan holatda. Aluminligimiz 1 million 800 ming so'm. Mana alyuminiyligi ham bor, arzonroq chiqadi. Allergiyasi bor akalar uchun mana zashta qilib qo'yilgan. Yurgizing aka. Bu changni ushlab qoladigan bo'ladi, Shalal aka. Chang nima faqat Chiqmaydi. chiqmaydi. Xudo xolasa, yangi ustuvosida ham bemalol Shashilib turgan joyda ham Shashilib turgan joyda ham shunday chiqarib berib ketaveradi. Hali kichkina bolasi qazmolga olib tashlaveradi. bo'ldi. Bo'ldi, o'chiravering. Chang chiqqan yo'q, mana yurib turibdi. Bu hozir bu holatda chiqar ekan, rosa chang bo'ladi bu. Mana chang bo'ladi. Hozir ochsa bo'laveradi. Ochishiga chang chiqadi. Mana. Ha. O. Zo'r. Buni narxi nechi pul? Bu narxi drabilka bilan billa olib ketadigan bo'lsa 2,5 million so'mga beramiz. 2,5 million so'mga beramiz. Buni o'zini ham sotadi? 300 ming narxi. 300 ming so'm. Dastavkasi bo'ladi bepul. Bepul. Motor bilan boradi-ku, drabilka bilan Birga boradi. ketadi. Bunga olmaydi dastavka. Yig'ishtiriladigandan bo'ladi, ha? Yig'ishtiriladi. 1 million 600 minglik drabilkangiz qaysi edi? 1 million 600 ming drabilkamiz Mashg'ula. mashq holatda bo'ladi. Ha. Mashina ham ko'ring, mana. Mana shu. Bunga bundaqa yengil mahaviy qo'yiladi. Mana. 2 million, Mahaviysi 2,5 milliongacha, 3 milliongacha mana og'ir mahaviylar qo'yamiz. Pichoqlari germanskiy kuydirilgan, kalyonli bo'ladi. 1 million 600 lik drabilkamizni mahaviy mana shunaqa bo'ladi, Mana mana. shunaqa bo'ladi. Mana unisi ana qalinroq mahaviy bo'ladi. Bular 2 million 2 milliondan boshlab 3 milliongacha. 3 milliongacha mana shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Bu Xo'p. to'rov nasatkasi bir xil hammasiniki. Yormaga, unga, molga, qo'yga. Qo'yga. Yangi motorlarimiz bo'ladi, ha? Hammasi nimalarigacha bor, teplar relalarigacha bor. Ko'p tashavorsa o'chib qoladi. Undan tashqari avtomatlarni ham qo'yib qo'yganmiz. Qalinligi mana 2 million tepasidagi drabilkalarimiz qalinligi mana shunaqa bo'ladi. Qalin temirdan bo'ladi. Mashina chachib qo'ygan holatimiz mana ichini ko'rsatib qo'ydik. Motorlarimiz alyuminli, misat motkali, ha? Zo'r. Dastavkalari o'z ishlayveradi pastokka. Pastokka 150 tok ham ishlayveradi alyuminligimiz. Xo'p. Ekranlar, baland. Toklari baland bo'lsa mis motor beramiz. Tok past bo'lsa alyumin motor. Maslahat beriladi. Drabilka beramiz. Zo'r. Hozir ushbu o'tni biz mollarga olib beramiz. Jonda olib keling uka. Xo'p, yo'g'on o'tni, anaqa butun o'tni qanaqa yeyapti? Bunaqa mayin kepali
drabilkadan chiqqan o'tni qanaqa yeyapti, hozir mollarimizga beramiz. Ketdik. Mana Holat butun holatda olib kelgan yemagan mollar. Mana endi Mana endi men holatdaman. mana olinglar. Shularni yeyib bersiz. Hammasi yeydi mana. Mana odrabilkadan chiqarilgan o'timiz, xudo xolasa. Mana qarang. Bitta qo'ymaydi. Maza qiladi mollar. Mana mular mo'sir uji. Uval bo'ladi-da. Pulingizga yetkazasiz. Ushbu drabilkani olib bitta bosib oladigan joy. Balki katta drabilkadan qo'yilgan, sizga universal 1 million 600 ligini 3 milliongacha drabilkalarimiz bor. Ekranda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabkilar O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishadi, xudo xolasa. Akamizga ham otasiga rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar hamma.